Yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Jon FC. Bugungi videoda biz Open Pay qilamiz. Undan oldin like va obuna esingizdan chiqmasin do'stlar. Biz haftalik jemsimizni olib boramiz. Undan keyin biz daily tasksga kirib olamiz. Endi kunlik mashqlarga kunlik sovg'amizni olib olamiz. Uzr do'stlar, ovozim ozgina o'zgargan, gripp bo'lib qolibman. Ayb deb bilmaysizlar do'stlar. Shu kasal chog'imda ham sizlarga video olyapman. Obuna va like bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Bundan keyingi videolar ham chiqadi. Xudo xolasa 3-4 kunda yana bitta video chiqaraman. Va undan keyin yana payshanba kuniga ketib qolamiz. Hop, bizda payshanba kuni keladigan Summer degan event bor. Undan keyin Championship degan, ya'ni chempionga bag'ishlangan event keladi do'stlar. Unda ham yoningizda bo'laman. Xudo xolasa videolarni chiqaraman. Undan keyingi eventlarda ham yoningizda bo'laman. Xudo xolasa. Hop, Stamda biz boksga kirib olaylik, chunki bizda ochadigan narsa yo'q ekan, ochib bo'lgan ekanmiz. Hop, keyingi qiladigan ishimiz biz endi play tugmasini bosamiz. Bu yerdan biz eventimizga kirib olamiz. Yo, eventdan oldin sovg'alarimizni olib olishimiz kerakmikin? Yo, mayli, kiraylik do'stlar, keyin sovg'amizni olamiz. Sovg'a deganda Division Rivals o'ynaganlarimizni sovg'alarni olib olamiz bu yerdan. Biza birinchi qiladigan ishimiz Fransiya nechta gol, ya'ni o'zimiz Fransiya tanlagan terma jamoasini tanlagan biz o'yinchilar nechta gol urganini ko'rib olamiz. Bu yerdagi mashg'ulotlarni keyin qilamiz. Hop, nechta gol urgan ekanmiz? 185 million urgan ekanmiz, 200 gacha qolgan ekan. Undan keyin undan keyin 300 bo'lgandan keyin 1500 ta James berar ekan. Yaxshi. Xudo xolasa draftga yetib olamiz. Bu yerda kumbirlardan kimlar bor? Eusebio, More, tanagarimda Xurustda, ya'ni endi ko'ryapman. Kaskursda eshitilyapti. Xurust menga ana Jahon Xurust degan bor o'sha. Mayli. Hop. Bu yerda o'yinchilar bor. Bittagina Ferran Torres hozircha 118 bo'lgan. Kanate va argentinalik ismida chiqib qoldi, Simeone. Xullas, o'zlaringiz bilasizlar, argentinalik o'yinchi 117 va bu Ferran Torres 118. Ermada o'ynaydi argentinalik o'yinchi. To'g'ri ismini talaffuz qila olmayapman. Ismidan ham chiqib qolibdi. Qanaqa talaffuz qilish mayli. Hop, biz endi qiladigan ishimiz sovg'alarni olib olishimiz kerak. Division Rivals o'ynaganimiz uchun birinchi biz atakadan olamiz. Men Division modda o'ynamaganman. To'xtat bilan shu biz ataka, ya'ni boshqa o'yin bilan hujum hujumni olib olamiz. Kimga qarshi hujum? Hop, mayli, 4 ta o'yinchimiz bor ekan. O'rtada bo'lamiz. 10 ta James bizga beriladi. Unga ham open pay qilib qo'ysam kerak. Keyingi videoda ko'rishingiz mumkin agar unutib olgan bo'lsam. Hop, keyingisi bizda head-to-head bo'ladi. Sovg'amizni olishimiz kerak. 2800 ta James bizda berilyapti. Biz 5 ta draft olishimizga ham menimcha yetsa kerak. Yetadi. Kunlik 2000 taga beriladigandan olamiz. Qolganiga kunligiga to'ldirib olamiz. Menimcha boshqa yo'q oladigan narsamiz. Hop, ko'rib olamiz. Menejer modda o'ynaganmiz, to'g'ri. Mayli. Keyingi safar olamiz. Biz endi bu yerdan chiqib bizga Star Pass'dan sovg'a berilgan ekan, bir dona bitta o'yinchi. Kim tushar ekan? Xorvatiyalik o'yinchi chiqdi. Ismini bilmadim. To'g'ri talaffuz qila olmadim. Hop, keyingisi biz endi keyingi qiladigan ishimiz bu yerdan story bo'limiga kirib narsalarni olib olamiz. Hop, bu yerda hali ham shunday UCF sponsli narsalar turibdi. Biz buni ocha olamiz. Mayli, hop. Bu yerdan 2000 taga olib olamiz. Endi bepul pak ochib olamiz. Har kunlik beriladigan bepul pak. Bu yerdan draft shunchagina qiyin qilib qo'ygan. Menimcha 10 ta o'yinchi bersa kerak ekan, bilmadim. Kerakli James berdi, bizga kerak emas narsa. Hop,
Biz endi resurs bo'limiga kirib, qolgan 12 mitaga 4 dona draft olamiz. Bosdik 4 donani va oldik. Hop. 5 taga yaxshi o'yin tushadi degan umiddaman. Bir hafta, ya'ni bundan 2 haftadan beri pul ushlaganim yo'q. Oxirgi ajerda olganman 118 o'yinchini. Hop, norvegiyalik himoyachi juda ham yaxshi o'yin ko'rsatyapti. Tarkibimda o'ynatyapman. Bosh bilan anchagina ko'p gol urar ekan, menga yoqdi. Uni tarkibimda o'ynashga qaror qildim. Salibani o'rniga. Bruno Salibani o'rniga uni qo'ydim. Hop, endi bizda bu yerda 46 qolibdi. Ozgina bo'lishiga. Mayli, endi 50 ta draft token beriladi. Bu yerda esa biz liga tokenlarini olamiz. Nechta berdi? Anchagina ko'p berdi. Mayli. Yana bizga 2,5 mita kerak bitta draft olish uchun. Mayli, hozir endi biz draft bo'ligiga kirib olamiz. Voucherimiz bizda 5 ta. Bu yerda final event drafti va bu yerda final 2. Ya'ni ikkala klubdan bittasi yutsa, ikkalasi ham endi finalga kelsa kerak. Bu Lamin Yamalning yigirma kartochkasi. Dedik 155 anchagina yaxshi kelgan o'yinchi. Hop, bu yerdan Ispaniya chiqdi, u yerdan esa Argentina chiqdi. Argentina qanday qilib chiqdi? Ko'ramiz ungacha faqatgina kutamiz. Hop, bizda 4-chisi Walkout yo'q. Dembelega kiramiz. Bu yerdan yana xuddi taktikamizni qilib olamiz. Hatto bu pul A bo'lmasa ham nima beradi? Walkout beradi. Bunga ham shukr qilamiz, chunki bizga hozir anchagina yaxshi o'yinchi. Hop, buni statistikalari, tezligi, driblingi yaxshi. Faqatgina tepish demak shu siz ekan. Hop. Mayli, skill mo'si 3. Anchagina past ekan skill mo'si. Hop, Lamin Yamalga kiramiz. Hop, mana endi Pedriga kiramiz. Pedridan esa bizga tugmalarni bosib yana ochamiz. Walkout bo'ladimi? Yo'q, walkout bo'lmadi. Biz o'yinchi yana bir bor shu taktikani qo'llab qo'yamiz. Lamin Yamal. Bu tarafga o'tib, yana qaytib ochamiz. Yaxshi o'yinchi tushsin endi oxirgisida. Hop, Dembelega kiramiz. Endi ochamiz. Hop, walkout bo'ladimi? Walkout bo'lmasa ekan, qatarli 114 o'yinchi. Hop, endi asosiy menyuga o'tamiz. Asosiy menyudan biza qilgan ishlarimiz bor. Hop, o'tib olamiz. O'tib oldik. Bu yerdan esa biz exchange bo'limiga kiramiz. Qani, exchange bo'limida biz player exchange'ga kiramiz. Yangi o'yin kelgan. Bu esa bizda hop kim Alvarez kelgan ekan. Striker statistikalari o'rtacha yaxshigina ham desa bo'ladi. Mayli, hop, bu esa Mateus Cunha. Agar kerak emas o'yinchilarim bo'lganda olib qo'yardim. Kerak bo'lib qolishi mumkin edi strikerlikka, lekin bizda strikerda Shearer bor. Hisobda esa Del Piero. Menimcha bu o'yinchi bizga kerak emas deb o'ylayman. Hop, biz player shart olib olamiz. Bu yerdan bizga o'yinchilarimiz bor beradigan. Ularni berib o'yinchi olishimiz kerak. Biz millionlarni berib yuboramiz. 110, 113, 114. Oldin hisoblab olaylik. Bularni berib olganimizda bizda nechta shart bo'ladi. Men sabazlaydi o'rniga yo 118 sabazlar yoki McTominay olmoqchiman. Meni hozircha McTominay qiziqtiryapti. Unisini shart yig'ib bo'lganimizdan keyin muhokama qilamiz. Hozircha biz bularni bermay turamiz. Keyinchalik berib yuboramiz. Hop, endi qiladigan narsamiz bizda internet ishlamay qoldi. Jahon chempionatiga kirib olaylik. Internet ishlamayapti. Shu muammo meni juda ham qiynayapti.
Internet muammosi ba'zida shunday qotib qoladi. Necha minut qotishini bir bo'lmaydi, kutish lozim har doimgidek. Hop, ishlay qolsangchi. Uzr do'stlar, bunday muammoni to'g'rilayman. Sizlardan uzr so'rayman. Like va obunachingizdan chiqmasin do'stlar. Bu menga juda ham muhim. 50 ta obunachiga ozgina qoldik. Stream boshlaymiz. Xudo xolasa. Hop, endi qiladigan ishimiz biza kunlik mashg'ulotni bajarib olamiz. Hop, kunlik mashg'ulotimizni birinchi qiladigan ishimiz biza endi buni boshlab olamiz. Hop. Mana bu o'rtasidagi boshlash tugmasini buni bossangiz 6 ta avtomatik sizga har xil mashg'ulotlar beriladi. Ba'zida o'yin ham tushib qoladi. O'yin anchagina qiynaydi va 3 ga 3 tushmoqda. Men juda ham vaqt ko'p ketib qoladi 3 ta o'yin o'ynaguncha. Yana bir marta bosib olamiz. Xo'p, bunisida bizga nima tushar ekan? Xo'p. Bosilmayapti, endi bosildi. Xo'p, 3 ga 3 yana. Bundan keyin oxirgisi qoladi. 45 daqiqadan keyin boshlanadi, 0 dan keyin va yana 0 dan keyin boshlanmasa bo'ldi oxirgisi. Xo'p, mayli yana bir bor bosamiz, chunki keyingisida yaxshi tushib qolar. Balki 4 yoki 5 ta mashg'ulot bo'lsa, bitta o'yin bo'lsa degan edim, ammo 4 ta o'yin bo'lib ketdi. O'zi shunaqa bo'lib qolyapti. Oxirgisida o'yin ko'payib qolyapti. Xo'p. Hammasi hech qaysinisi adashmasam 0 dan boshlanmaslik kerak. Oxirgisi yaxshi, hatto ozgina vaqtimiz tejalib qolar ekan. Xo'p, biz bularni o'ynab olamiz. O'ynab ham bo'ldik azizlar. O'ynab ham bo'lamiz hozir. Chunki sizlarni kuttirishni niyatim yo'q. O'ynab ham bo'lganimizdan keyin yoqaman, chunki anchagina vaqtim ketib qolsa kerak. Xo'p. O'ynab ham bo'ldik do'stlar. Hammasini oxirgisidan pakda ochib olsak bo'ldi. Pak ekan bundan adashmasam 60 ta token berish kerak. Berdi. Hop, biz 60 ta token bilan o'zimizda 330 ta token olamiz. Hop, biz endi mana bu sovg'ani olamiz. Hop, bu yerdagi sovg'a bizga nima berar ekan? Bizga beradigan narsasi yana shart beradi. 6 marta yana bajarishimiz kerak. Buning uchun bizga kamida 4 kun vaqt kerak. 4 kun deyman. 7 kun vaqt kerak do'stlar. Mayli. 6 kundan keyin bu ham yopiladi. Biz Fransiyadan 185 million points yop biza 200 ga yetib borsak esa 750 points bo'ladi. Hop. Biz bu yerdan chiqamiz. Yo'q, chiqmay turamiz. Maestropdan bizga 250 taga ochishimiz kerak. Esimdan chiqib qolibdi buni ochish. Biz ochamiz. Ozgina qolib chiqib ketishimiz. Va bu bizga tushadigan narsa 50 ming tanga. Bu kimga keragi bor? Mayli, bu yerdan ham ochib oldik. Sizlar bilan men Johnny FC bo'ldim. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr. Like va obunachingizdan chiqmasin. 50 ta like bo'lgandan keyin stream boshlaymiz. Ungacha xayr, sog' salomat bo'linglar do'stlar. Ko'rishguncha.